Kechiksam xizmatu safardan, yo'limga intizor ko'zlari. Dunyoda eng shirin asaldan, shirinroq onamning so'zlari. Bag'riga otilsam hidlari, jannatdan kifoya taralgan. Onamning bir parcha jonidan, mening ham bir jonim yaralgan. Bag'riga otilsam hidlari, jannatdan kifoya taralgan. Onamning bir parcha jonidan, mening ham bir jonim yaralgan. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Allah'tan so'rayman erta kech, panohingda asra deb onamni. Kuchim yo'q onamsiz mening hech, ijobat qilginda duomni. Onajon sizsiz-ku jannatim, el uzra topilgan hurmatim. Onajon sog' bo'ling doimo, aytmoqqa cheksizdir rahmatim. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Onajon, onajon, onajon. Mehr muhabbat kutadi xolos. Bugun mana shu farzandlaringiz qalblaridagi mehr muhabbatlarni qaysidir ma'noda yana bir bora izhor qila olgan bo'lsalar, albatta o'zlarining niyatlariga yetishdi. Bugun ulardan baxtliroq, ulardan xursandroq inson yo'q. Biz mana shu tadbirlarimiz davomida bir so'zni qayta-qayta takrorlab hech ham charchamaymizda. Onadek zot bor bu dunyoda, tirik jon borki, ona dunyoga keltirgan. Dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan zot, tomirida oqib turgan qizil qonidan ayirib oqsut bergan zot, yemasdan yedirgan, kiymasdan kiydirgan, xasta bo'lganimizda dardimizga darmon bo'lgan, o'zini dardini, o'zini xastaligini hech qachon hech kimga aytmagan zot onajonlarimizdir. Onajonlarimizni qanchalik xursand qilmagaylik, boshimizga, ko'klarga ko'tarmagaylik, poyi jannatimiz munis va mo'tabar onajonlarimiz sha'ni uchun ozdir albatta. Shoir onalarni shunday ta'riflaydi: yolg'onlarga to'lsa dunyo rostdir onam, oyi degan bir so'zimga mastdir onam. Mingta ulfat birodarlar sotar balki, bo'lar bo'lsa birgina chin do'stdir onam. Mehri ko'pim, poyi jannat bebahoyim, o'g'il qizga bag'ri birdek keng samoyim. Bu olamda menga tanho jon fidoyim, zulmat ichra nurga to'la ko'zdir onam. Nodon o'g'il aytganingni qilmagan goh, bir cho'zib qo'y qulog'idan qilmaydi oh. Ranjib qolsa amalimdan meni nogoh, dakki berar choh ham shirin so'zdir onam. Ta'zimdaman mehribonim ming bukilib, endi davr suring siz ham o'ynab kulib. Xizmatida turay mudom farzand bo'lib, ko'zim ochib ko'rgan jannat sizdir onam. Poyi jannatimiz onajonlarimiz sog' va salomat bo'lsin deganlar chiroyli qarsaklarni chalib qo'ysin. Aziz albatta rahmat, tashakkur bildiramiz. Ko'rib turamizki, ushbu oqshomda juda ko'p yaqinlaringiz uzoq va yaqindan xursandchilik kuningizga sherik bo'lib turibdilar. Nafaqat sherik bo'lish qolaversa,
tabrik so'zlarini, tilaklarni yo'llash niyat qilib kelgan yaqinlarni marhamat badiiy sahnamiz markaziga taklif qilamiz. Tabrik so'zlarini, tilaklarni tinglaymiz, marhamat. Marhamat, yaqinlarni taklif qilamiz badiiy sahnamiz markaziga. Nanajon, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Yuzga kiring iloyim. Shu nimaiki niyatlaringiz bo'lsa hammasiga erishing. Biz ham boshimizga doim sog' bo'ling. Sizni yaxshi ko'raman, nanajon. Bu dunyoda tilvo yuzlarining, sovg'a salomlarining qadri, qiymati, bahosi bor. Inson uchun aytilgan bir og'iz shirin so'z, mehr, muhabbatning bahosi yo'q. Ushbu oqshomda yaqinlarida mana shunday imkoniyat bor. Marhamat, yaqinlarni taklif qilamiz, tabrik so'zlarini, tilaklarni tinglaymiz. Marhamat. Rahmat sizlarga kattakon rahmat bildiraman. Rahmat. Yana bir bor aytaman, rahmat. Mana shu ayolim tug'ilgan kun ekan, unga Xudo uzun umr bergan bo'lsin. Ana bu kelinlarga, nabirachalarga, bularga sog'lik tilayman. Olamdan o'tgan onam, otam, yazlalarimga yotgan joyga jannat bo'lsin. O'g'illarga uzoq umr bergan bo'lsin. Doim yaxshi kunlar bo'lsin. Sizlarga ham rahmat. 4-bor, 5-bor aka-uka bo'lib qoldik. Kattakon rahmat bildiraman. Xudo berguncha umrni ko'ring. Rahmat, tashakkur bildiramiz. Ezgu niyatlar, ezgu tilaklar albatta o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Yosh urug'larimiz shunday so'zlari borda, inson 90 yoshga kiradimi, 100 yoshga kiradimi farqi yo'q. Ona bor, ota bor, hayotda yashash boshqacha albatta. Biz mana shu xonadoningizga tashrifimiz davomida, farzandlaringiz bilan suhbatlashganimiz davomida to'g'risi bizni ham ko'nglimizda o'zgacha bir his-hayajon o'tadi. Shu otajonimiz bilan onajonimiz bor bo'lsalar, boshimizda duogo'yimiz bo'lsalar bo'ldi. Bizga dunyolar kerak emas. Biz uchun dunyodagi eng katta baxtning, eng katta boylikning o'zi ham otajonimiz bilan onajonimizni borliklari deya ta'kidlab o'tadilar har safar albatta. Doimo mana shunday farzandlar hurmatida, farzandlar e'tiborida bo'ling ilohim. Tug'ilgan kuningiz, shukrona kuningiz yana bir bor muborak bo'lsin. Shoirning shunday so'zlari bor. Yoningda bo'lsalar ko'ngil to'larkan. Sen uchun jon chekib ming bor kuyarkan, osmonda farishta borligi bu rost, yerdagi farishta ona bo'larkan. Onajon mana shu xonadonning fayzi, farishtasi bo'lib yurishlik, farzandlar, nabiralar baxt va saodatini, iqbolini ko'rib yurishlik, farzandlar baxtidan, nabiralar baxtidan xursandchilikka, shodlikka to'lib yurishlik sizga nasib etsin ilohim. Tug'ilgan kuningiz, tavallud ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Ana endi imkoni bo'lsa davramizni kengroq qilamiz. Xursandchilik davom ettirgan holda marhamat barcha yaqinlarni raqsga taklif qilamiz.